Nima bu? Daraxtmi, pomidormi bu? deydigan holati bo'lib turibdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha 42 kun suvsiz qolib ketgan Suzana Plus pomidorlarimizni hozirgi holati, bu yerdagi pomidorlarni ko'rgan odam hech qachon buni suvda qolgan deb o'ylamaydi. Lekin mana dehqonimizni to'g'ri agrotexnik yondashuvlari sabab mana shu darajaga kelib turibdi. Mana pushtaning ustiga chiqaman hozir. Mana pushtaning ustiga chiqaman. Mana pomidorning balandligi, mana pushtaning ustini qarang. Nima bu? Daraxtmi, pomidormi bu? deydigan holati bo'lib turibdi. 3-iyul 2025-yil 18:00 da Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Istiqlol mahallasi Avaz akam xonadonlariga aynan shu yerga taklif qilamiz. Manzil shu videoni opisaniyasida silka qoldirilgan bo'ladi. Yana ham to'liqroq bu yerliklar uchun tushuntirish qilib o'tib ketsam, Surxondan Qumqo'rg'onga qarab yurganda Jalayardan o'ngga kiriladi. Istiqlol mahallasi deyilsa, hamma ko'rsatib oladi. Yana ham bu yoqlarni ko'rsataylik. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana endi buni o'ylashinglar mumkin, bu g'ovlab ketgan, ichida hosil yo'q deb o'ylashinglar mumkin, lekin mana hosili ham bor-da mana. Mana lekin hammasi tagida hozir mana. Hammasi tagida mana g'ij-g'ij hosil mana. Ichlarini olyaptim, ko'rinyaptimi mana ichlari? Mana qarang, ishlari to'liq hosil. Mana. Hammasi hosillar mana. Ichi to'liq hosil mana. Kim shu pomidorga, dehqonchilikka qiziqadigan bo'lsa, bemalol kelishinglar mumkin. Barchangizni taklif qilib qolamiz.